Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursonboy aka, siz bilan muloqotdamizmi? Ha. Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz, sog'liqlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bemalol. Ayni daqiqalarda biz sizga Tabrik.uz loyihasidan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Xo'p. Avvalambor bugungi kuningiz fayzli va barokatli bo'lsin. Yaxshi kayfiyat kun davomida hamrohingiz bo'lsin. Bugungi kun siz uchun eng quvonchli hayotingizda takrorlanmas kun ekan. Ushbu kun shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz, tavallud kuningiz munosabati bilan Tabrik.uz loyihamiz ijodkorlari nomidan chin yurakdan samimiy muborakbod etib qolamiz. Rahmat. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon yaqinlaringiz tomonidan go'zal bo'lgan tabriknomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga quvonch ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz bizning loyihamizga murojaat qilgan bo'lishligi mumkin. Mana endi singillarim, ukalar. Qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz mana shunday surpriz tabriklarini? Albatta. Endi hammalari bir xilda, bilmadim-da taxmin qilish. Rohiba singlimdir-da. Unda sizni ko'p qiynamasdan o'zim ayta qolaman. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, bu dunyoga kelishingizning asosiy sababchilari bo'lmoq padar buzrukvoringiz Esonboy otajonimiz, volidai muhtaramangiz Muhabbatxon onajonimiz, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi ukajoningiz Baxtiyor aka va barcha opa-singillaringiz, aka-ukalaringiz nomidan padar buzrukvoringiz va volidai muhtaramangiz nomlaridan tabriklash maqsadida kutilmagan jonli qo'ng'iroqni siz uchun amalga oshiryapmiz. Rahmat. Ota-onangiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Shu sababli bizning loyihamizga murojaat etib, o'zlarining samimiy dil izhorlarini mana shunday g'oyibona tarzda yo'llab qolishibdilar. Rahmat. Akajon, siz hozir musofir yurtlarda ekansiz. Ota-onangiz musofir yurtlardan eson-omon kelishingiz uchun doimo duoda ekanliklarini, sizni juda ham sog'inganliklarini aytib, o'zlarining samimiy dil izhorlarini yo'llab qolgan ekanlar. Agarda sizni qimmatli vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu dilnomalarni siz uchun o'qib eshittirmoqchiman. Allo. Eshityapman. Unda o'qib eshittirishni boshladim. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham qadrli bo'lgan, mehribonim, ishongan bog'im, suyangan tog'im, ko'zlarimning oq va qorasi bo'lgan jigargo'sham, dilbandim, jondan aziz suyukli o'g'lim. Allohim seni bizga tuhfa etgan kun, qarshi olgan tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Allohim senga asaldek shirin, asrdek uzun va mazmunli umr bersin ilohim. Bitmas tuganmas baxt, omad, shodlik, quvonch doimiy hamrohing bo'lsin. Allohim bergan umrni mazmunli, ibratli, solih amallar ila o'tkazishlik baxti senga nasib etsin. Boringga shukr o'g'lim, seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sendek mehribon o'g'ilni bizga bergan Allohimga hamd va sanolar, shukronalar aytamiz. Shuni unutmagingki, har lahzada, har qadamu har nafasda sen uchun doim duodamiz. Sen bizni ishonganimiz, suyanganimizsan. Ushalmagan orzularimizni ushaltiruvchisi, qalbimizning bir parchasisan. Sen shundayin iymonli, insofli, solih inson bo'lki, sening ortingdan yaxshi so'zlar, rahmatlar eshitishlik ilohim bizlarga nasib etsin. Suyukli o'g'lim, jigargo'sham, seni juda ham sog'indik, seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Seni qanchalar yaxshi ko'rishligimizni aytish uchun so'zlar ojizdir. Ilohim, Allohim ishlaringni o'ng qilsin, martabangni bundan-da ulug' qilsin. Bu aziz boshing joy namozlardan boshqa joylarga egilmasin ilohim. Senga musofir yurtlarda Allohimning o'zi madadkor bo'lsin. Shuni unutmagingki, sen bizning hayolimizdan bir zum ham chiqmaysan. Har doim duolarimizdasan.
doimo qalb qo'rimizda yashaysan. Inshaalloh diydorlashish kunlariga ham oz qoldi. Ilohim, musofir yurtdagi ishlaringni tugatib, eson omon, sog' salomat bag'rimizga yetib kelgin. Seni dunyolardan-da ko'proq yaxshi ko'ramiz. Ilohim, farzandlaring baxtiga, oilang baxtiga hamisha sog' salomat bo'l. Qalbingda nimaki orzularing, umidlaring bo'lsa, Allohim barchasiga bekamakos yetkazsin. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'l. O'zingni bizlar uchun ham ehtiyot qil. Diydor onlariga qadar Allohimga omonatsan deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Dili ranjib, buzulmasin hech tabi. Mashaqqatlar qaddini dol etmasin, qiynalmasin. Bu hayotda men kabi farzandlarim aslo ozor chekmasin. Sadoqatga mahkam bog'lab ahdini, xushvaqtlikda o'tkazsin o'z vaqtini, bu hayotdan topsinlar o'z baxtini. Farzandlarim aslo ozor chekmasin. Qariganda mador bo'lsin belimga, yomonlikni dil bog'iga ekmasin. Havas qilgan farzand bo'lsin elimga, farzandlarim aslo ozor chekmasin. Duodaman omadini tilab doim, tosh otuvchi g'anim boshin egmasin. Baxtlilarning yo'lin bersin Xudoyim, farzandlarim aslo ozor chekmasin. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga alishmaydigan ota-onangiz nomlaridan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma qalbingizga oz bo'lsa-da xursandchilik ulashish niyatida yo'llangan edi. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda bizning suhbatimiz loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham yaqinlaringizga, ota-onangizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Baxtimga sog' bo'lsinlar. Darvondan kelaversin. Ilohim, aytganlaringiz kelsin, qalbingizdagi barcha o'ylagan orzu niyatlarga Allohim bekamakos yetkazsin. Nasib, Xudo xohlasa. Ilohim, Eshityapman. akajon, sizga bir savol bilan yuzlansak maylimi? Xo'p. Oxirgi marta qachon ota-onangizga ularni yaxshi ko'rishligingizni izhor qildingiz? Har kun. Bundan 1 soat oldin ham. Ilohim, ko'zlar tegmasin. Sizdek insonlar ko'payishini Allohimdan so'rab qolamiz va mana shunday imkoniyatni biz sizga taqdim etamiz. Marhamat, ota-onangizga ularni qanchalik yaxshi ko'rishligingizni, dilingizdagi so'zlaringizni biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Yerdan osmongacha yaxshi ko'raman. Ikkalalarini ham nasib bo'lsa hojatda hojona bo'lib yursinlar. Ilohim, aytganlaringiz kelsin, qalbingizdagi barcha go'zal orzularga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Ota-onangiz ham sizlarning baxt va kamolingizni, xursandchilik kunlaringizni rohat va farog'atda ko'rishliklarini Robbim Allohim ularga ham nasib etsin. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling akajonim. Rahmat. Sog'inch qiymalaydi bozorda jonim, tunlar uyqu bermas dildagi ohim. Yodimdan chiqmaydi bir lahza bir on, musofir bolamni asra Allohim. Yodimdan chiqmaydi bir lahza bir on, musofir bolamni asra Allohim.
Gapimga ko'nmaydi yigitchilik deb olisda yuribdi tirikchilik deb mayliga umrimga bermasang ham zeb musofir bolamni asra Allohim mayliga umrimga bermasang ham zeb musofir bolamni asra Allohim O'ylasam qalbimda olovlar cho'q ahvolini kechar qorni ochmi to'q begona yurtlarda mehribon yo'q musofir bolamni asra Allohim to'y bo'lsin tilaklar aytsin zabonim ruxsor didoridan yayrasin jonim sog'amon bag'rimga qaytsin o'g'lonim musofir bolamni asra Allohim ayirma qalbimning parvonasidan ko'zimni dur gavhar marjonasidan mehrla o'paymen peshonasidan musofir bolamni asra Allohim mehrla o'paymen peshonasidan musofir bolamni asra Allohim musofir bolamni asra Allohim